721 Motors'da Monza 1.3 turbina, rangi oq. Mashinamiz sotuvga keldi. Polni navrot qilingan, haydashga tayyor. Tumankalar qo'yilgan. 4 yangi diska balon, archa balonlar taqilgan, kulgoy tayyorlik ruxsatlari bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Kapot bilan mana shu chap taraf krilosda kraskasi bor. Ozgina qilinadigan ishlar bor mana yerda. Ichlarini ko'rdim. Usulitlari radnoy turibdi. Pistoletlari hamma joylari zavodskiy holatda turibdi. Mashinamizning yili 2022-yil. Rovna 40 ming yurgan, 1.3 turbina. 1.5 atmosferniy bilan solishtirmaylar. 1.3 turbina juda ham shustri. Korobkalari ham robot bo'lmaydi. Salonlari Ko'jalar yaxshi holatda turibdi. Yuklari bor. Probegi 40 ming. Avtomat korobka, klimat kontrol. Salonlari Ko'jalari yaxshi. Manfiy ko'jalari, patologlarda hech qanday bor, yetilgan, chizilgan joyini ko'rmadi. Yarim dorilar qo'yib qo'yishibdi. Bagajlari ham tinib turibdi, zapaskalari joyida. O'zimlari ham yaxshi holatda turibdi. Zavodskiy hammasi. 22-yil ishlab chiqarilgan Monza 1.3 turbina, 40 ming yurgan. Polni navrot qilingan, kulgoy tayyorlovkalariga 10 oy ruxsati bor ekan. Bu mashinamizdan sizlarga zo'r narxda 14.950 AQSh dollarga berib yuboramiz. Bosib oringlar.